Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli qarindaşlar. Tüzütüşke tegişlik illetler namlıq programımızın yeni sahne arkalık sizler bilen yeni yüz görüştük. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reisi Vekili Ustaz Mahmudcan Damollam. Ben programın reisatçısı Abdullahat Ucat. Hürmetli Damollam programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkarıp olsun rahmet etimiz. Hürmetli qarindaşlar, bugünkü programımızda vaqtdan ünümlük paydalanmaslık illeti hakkında toxtalıp ötümüz. Damollam programımızı birinci sualdan başlasak, bu vaqtdan yaxşı paydalanmaslık illetini alimlar qanday tariflagan, bu haqda qisqacha ma'lumot bersanlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu sohbetimizni yüzümüz ve halkımız üçün faydalı qilsin. Haqiqiy musohbatni anglash orqali yüzümüzning vaqtini ve qarindoshlarımızning vaqtini qadrlaydigan, vaqtning qimmatini tuniydigan, vaqtninki insanның dünyadaki birden-bir en muhim dasmayisi ekanligini tuniydigan kishilardan qilsin. Vaqtni qalaymiqan paydalanmaslik yoki vaqtdan paydalanmaslik nima sababdan bunu inson paydalanmaydi? Olimlar buni qanday tunishtirgan desa, umumiy masalalarni birsi-birsiga aralashtirib etish, ayrim-ayrim muomala qilmaslik, hamma masalaga o'xshash qarash, qaysi ish alohida insonning hayotida yoki bir ummatning hayotida muhim, qaysi ish kechiklisimi bo'ladi, masalan bularga ayirmay o'rtaq hamma ishni qilish, hamma ish bilan mashg'ul bo'lish, muhim ishlarni qo'yib tuvan, ya'ni arzimas ishlar bilan mashg'ul bo'lganlikni olimlarimiz nima degan desa, bu vaqtni qalaymiqan tunish yoki vaqtning qimmatini tuniyanmaslik deb tushundirgan. Biz musulmonlar bo'lib sifatimiz bilan aslida biz dinimiz qarasak, vaqt bizning dinimizning hamma ishlarda, hamma mas'uliyati vaqtga bog'langan. Qur'oni Karimda bo'lsin, Allah subhanahu va taolo nurg'un vaqtda, nurg'un oyatlar vaqt bilan qasam qilgan. Meyli vel asru degan o'xshash qasamlar bo'lsin yoki la uqsimu bi yawmil qiyamah, qiyomat kuni degan shu vaqt, bir vaqt hamda shu qiyomat bo'lgan vaqtni maqsad qilmoqchi. Va uningdan boshqa nurg'un yerda bizdagi namoz, masalan innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, masalan namoz mo'minlarga vaqtga bog'lab farz qilindi. Zakotning arish vaqti va hajning qildigan vaqti va namazның o'qiydigan vaqti va Ramazonning tuturgan vaqti va, ya'ni hamma ish qarasak shariatda, islomda qilinishga tegishli vojib ishlarning hammasi, shu buyruqlar hammasi ma'lum bir vaqtga bog'langan. Buningdan bu vaqtninki dinimizda naqadar ahamiyatli ekanligini har qanday bir musulmon tushuna oladi. Allah razı olsun Damollam. Tüvende bu vaqtdan önümlük paylanmaslıknınki külünüşleri hakkında kısaca ma'lumot bersanlar. Tabii halda vaqtdan önümlük paylanmaslıknınki alametleri yoki ko'rinishleri nima desa, bir inson arzimas ishlarga nihoyat ko'p tirishchanlikni sarf qilish. Asli uning foydasi alohida bir foydasi bo'lgan ish emas, lekin foydasi bo'lmasa-mu yoki ozgina foydani deb desa, jiq vaqtni sarf qilish. Men o'ylab ketaman, bugungi kunda bizning shu Facebookda qilinayotgan har xil jidallar, mayli shaxslar orasida, mayli ancha-muncha fikri ziddiyatlar yoki talash-tortishlar qilayotgan odamlar ozgina bo'lsa-mu, lekin bu desa hamma odamning qo'lida telefon bo'lgan ekan, hamma odam shuning bilan mashg'ul bo'layotgan, uning biznes yozayotgan, raddiya yozayotgan, biz raddiya yozsa, ya'ni biz uningga qaytirib raddiya yozayotgan. Buning oxiridagi natijasini masalan nima foydasi bo'ldi bu ishning desa,
hech nimaga foydasi yo'q hamda. Ya'ni arzimas ishlarga o'zining vaqtini sarf qilish. Ikkinchisi, ya'ni uzun vaqtni hech qilmay behuda o'tkazib o'tish hamda. Hech qanday beparvo holatda, hech qilmay vaqtini o'tkazib o'tirgan, soatlab telefon bilan yoki har xil bir narsani ko'rib vaqtini o'tkazib atgan, yoki dunyolik ishi uchun ishlamay, yoki oxiratligi uchun ishlamay, yoki o'zining bir qarindoshlarining manfaati uchun bir ish qilmay, yo oilasi uchun bir ish qilmay, behuda hech qilmay vaqtni o'tkazib o'tishmi, o'sha vaqtdan foydalanmaslikning bir ko'rinishlari va shundaqla foydasi yo'q ishlarga jiq vaqt sarf qilish bo'lsin, yoki muhim ishlarni qo'yib turib, arzimas ishlarga eslab olish, masalan bugungi kunda biz bir Uyg'ur musulmonlari bo'lish sifatimiz bilan har bir musulmonninki, har bir Sharq Turkistonlik degan insonninki Alloh buyurgan ishlarni qilish bilan birga eng muhim xizmati nima desa, shu vatandagi zulmga qarshi turish, zolim qarshi turish, shu zolimni yo'qotishga kuch chiqarish, bu ajoyib muhim ishlar. Lekin qarasak bir qism kishilar cho desa, buning qat'iy munosabati yo'q. Bizning hayotimizda bo'lsin bo'ldigan, bo'lmasin bo'ldigan ma'lum arzimas ishlarni talishayotgan, mayli o diniy masala bo'lsin yoki siyosiy masala bo'lsin, hech qanday alohida bir ahamiyatga ega bo'lmagan mushundaq masalalarni talishib vaqtni o'tkazish, o'zaro do'stlikni buzish, qarindoshlikni buzish, mushularning hammasi bizningki vaqtimizdan foydalanmay, balki behuda o'tkazayotganligimizningki alomatlari, ko'rinishlari. Davolam undaqda bu islom yuqorqidek masalan vaqtni yaxshi foydalanmaslik yoki buni qadrlamaslikka qanday qaraydi, buni islomdagi hukmi nima? Tabii halda biz Qur'oni Karimdagi bu haqdagi oyatlarga qarasak, vaqtni behuda o'tkazish, bu behuda o'tkazish bilan birga harom ishlar bilan o'tkazishning o'zi chuqum cheklangan ishlar bilan bir insonning hayotini o'tkazishi bu harom. Ya'ni vaqtdan foydalanmay cheklangan ishlar bilan o'tkazganlikning o'zi harom. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda necha oyatda masalan shu o'zining vaqtidan dunyo hayotini yaxshi o'tkazmay, behuda ishlar bilan o'tkazgan kafirlarga cho desa, alohida qiyomat kuni bularning pushmon qildiganligini bizga cho Alloh Qur'oni Karimda alohida bayon qildi. Masalan shu oyatlarning biri yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laytana ata'na Alloh va ata'na ar-rasula. Ular qiyomat kuni dovzaxda ko'ygan kuni, dovzaxga cho'mgan kuni bular nima deydi desa, ya laytana ata'na Alloh va ata'na ar-rasula. Isayat bizga. Biz Allohning rasuliga bo'ysunib vaqtimizni o'tkazsak shu. Ya'ni hayotimizni hazab behuda o'tkazib o'tib ekanmiz deb shu kuni cho alohida ularningki pushmon qildiganligini Alloh subhanahu va taolo cho mush oyatda bayon qildi dovzaxga kirganlarning. Yana bir oyatda hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha va min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ular o'lim kelgan vaqtda ulardan cho pushmon qildi. Ya'ni bu o'lim keldi deganlik inson hayotini behuda o'tkazgan bir insonga nisbatan pushmon qilgan vaqt shu. Lekin bu chaqdagi pushmon odamga foyda beramdi desa foyda bermaydi. Bu oyatda la'alli a'malu salihan. O'lim kelgan vaqt voy esatma, o'lim menga bir kelmay turgan bo'lsa, hozir o'lib qolmagan bo'lsam, men yaxshi qilib olgan bo'lsam, hayotimni mendaq o'tkazmaydim. Men hayot bo'lgan bo'lsam, yaxshi ish qilatim. Deydi bunda deysiz shu, kalla Alloh tarafdan unda hayotingiz kechiktirildigan, ya'ni o'limingiz kechiktirildigan, siz buningdan keyin yashaydigan ish yo'q hamda. Bu quruq gapni qilib shu qolasiz deb Alloh tarafdan bo'lgan javob mushu. Mushular pushmon qilishga asosli sababchi bo'lgan narsa nima desa, o'zining vaqtini qadrlamay, vaqtdan ya'ni dasmisidan, o'zining hayotidagi dasmidan joyida foydalanmay, buni behuda ish bilan o'tkazganligi uchun shu mushkuniga shu qoladi. Mu'min turib, masalan bir musulmon turib, o'zining vaqtini mushundaq o'tkazdi ekan, bu mucho payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamninki la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'
an umrihi fima afnah ve an şebabihi fima ablah. Yani her kandak bir bendininki kıyamet günü bu yerde kafir Müslüman demede. Her kandak bir bendi bulduken bu bende töt iştin hesap vermeyi durup kıyamet günü kıyamet meydanında hiç çekimi dileyenmeydi o. Bu töt işinin en birincisi kayse deyse ömrü. Özünün hayatıdın hesap alıdı. Hayatını kandak ötküzdün, ömrünü kandak ötküzdün dep Allah hesap alıdı. İkincisi de deyse yaşlılığını kandak çurat sen ötküzdün. Yaşlılık hayatını kandak çurtup ettin dep bunundan hesap alıdı dedi. Demek müşahadisten yani nemi çıkıp durdu deyse mümin bolsun çokum insan özününki bihude ötküzgen vaktidin, hayatidin, taat bilen, yaxşı bilen ötküzgen bolsa, onun qarta mükafatlanganlığı. Eğer hata, bihude, faydası yok, kereksiz işler bilen hayatını ötküzgen bolsa, bunun cezasını tatırganlığı müşahadesini çıkıplam turdu. Şunun için her bir Müslüman özünün bu hayatını kadirliş lazım. Allah razı olsun. Şimdi yukarıda size şu dep ötkendek vaktiniz ayağa kılış şu kıyamette birinci sorulduğun sorularga yaxşı cevap vermezlikке elip bağandek yani bu dünyada mı nurgun qıpışmalarga elip bardı. Hem de bu mushundaq vaktin yaxşı paydalanmaslıkka elip bardıgan amillar qaysı mesela qaysı halatlerde insan şu işe çıkıp kalıdı bu vaktiki fikirlerini. İnsanınki vaktini, hayatını, vakit digellik hayatımdır. Yani insanın vakit digellikinin özü şu insanın hayatı. Hayatını, vaktini kadirlenmeslikке, bunun paydalanmaslıkka en birinci amil sebepçi ne olduysa insanınki muşunda kalaymıkan bir ailede çoğun oluşu. Yani ata-anası küçük vaktinin karısa bugün günde mesela dadının koldu mu telefon, anının koldu mu telefon. Bu ballı ölen 5 minut oturuşuk vakit yok. İşkili ise işkiye turup çoğu deyse telefonda ya bir nas oynap ya kürdüğün muşundak işlerini körep çoğu olsa bir bala tabi halde bu balı çoğu deyse çoğu olsa elbette özünün vaktinin paydalanmaydan bulup çoğu olurdu. Çünkü bu adam bu balınınki namunisi ülgü olan ata-anası özünün vaktinin paydalanmaydı. Taat ibadeti yok. Mesela yaxşı işti yok. Her devam ya baza oynaş bilen ya koç katnaş bilen ya ki ehmiyetsiz paran sorun bilen vaktini ötküzep ağayınları öyüp geldi mesela hiç kanda başka kıldığan iş yok. Her daim hayatı aşında bihude ütüdüğün aildi çoğu olsa bir bala tabi halda bu bala hatta mektepte ya ustazların her kançı yaxşı gep anlısı mı hayatını her kançı kadirler diyen terbiyeni anlısı mı bu bala hayatını kadirlemeydi. Ne için deyse çünkü bu balının öyle köygüne çoğu olan muhite kalayımıkan emdi. Vakitin katli paydalanmaydıgan, vakitin kadirlemeydigan ata-anının balısı bupqa kaçka bu muhit bu balığı çoğu deyse çoğu olanda köpünç halette özünün vaktini kadirlemeslikke sebepçi buldu. İkincisi arkandak bir bala dostları alahide tesirlik emdi. Küçük balınınki bula mesela bir insanınki dostları belki bazı vakitte okutukçusu hatta ata-anasıdan mı muhim bolup qalıdığı iş var. Tesir görürsüşte. Çünkü dostları bilen sır dışalaydı o özünün dədin diyeleydi o. Nurgun ata-analarga balla qoqap ya ensirep dədin diyemeydi. Kalbidikini aşkarlayamaydı. Onda boğandikin yakın aralışırgan dostlarga aşkarlaydı. Eğer bir insanın dostları aşındak hayatının paydalanmayı bihudi işler bilen özününki gününü ötküzdüğün dostları olup kalsa bu insan için çokum şular bilen tesirlenidi ve özünün hayatımı kalay mı kalışırdı. Şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muşu felyanzur ahadukum ila men yukhaliluh. Yani sizler kim bilen dostlaşısızlar, kim bilen yaxşı aralışısızlar muşununğa alahide dikkat kılınlar, karanlar da bizge yol görsüşe çokum insan özünün dostlarının tesirlendiğinliğine bir delil. Bunundan başka mı yana nurgun mesela dostunu etir satırgan, adamga oxşatkan hadis var, tümiciga oxşatkan hadis var. Muşunundan muço dost alahide insanın hayatına tesir görsüdür. Üçüncüsü mesela cemiyetteki hürmetki sazaver. Mesela bu hemimiz dikkat kılışıkta geçtik bir iş. Cemiyetinin çoğunları meyle ehlinin bolsun mesela kişiler ergişidiğin
o'ziga namuna qildigan odamlar agar ashuna vaqtga rioya qilmaydigan vaqtga beparvo qaraydigan mushunda bo'lib qolsa tabiiy holda bularga ergashganlarmicho desa vaqtning o'tishi bilan ustozlar shundaqo yo cho'nglar shundaqo deb vaqtni qadrlamas bo'lib qoladi. Shuning uchun boshqalar ergashadigan ustoz darajasidagi jamiyat ta'siri va obro'yi va kishilarcha alohida o'zininki vaqtiga va'dalariga diqqat qilishi, buni qadrlash lozim. Chunki buningki ergashganlarga yoki jamiyatdagi boshqalarga salbiy ta'siri bor. To'rtinchisi, har bir insonninki o'zining qanchalik ish qila oladiganligini bilmasligi. Hamma ishni qila olaman deb hamma ishga aralashib, o'zini yaxshi taniyolmaslik. O'zini yaxshi taniyolmaslik, o'zini hammadan ustun, hammani qila oladigan, hammadan iqtidorliq deb qarab, shuning bilan hamma ishga chatkargandan keyin, hamma ishga aralashgandan keyin, andan bu odamcha desa, ishliq yetish bulanmay, vaqtini o'rinlashtirib bulanmay, shuning bilan bu qanday qiladi desa, vaqtni qadrlamaslikka va vaqtidan yaxshi joyda foydalanmaslikka alohida sababchi bo'lib qoladi. Shunga payg'ambarimiz al-mar'u qalilun asarda sahobaning so'zi bo'lishi mumkin hozir. Al-mar'u qalilun bi nafsi, kathirun bi ikhwani. Ya'ni har bir inson o'zi har qancha iqtidorli, har qancha nochi bo'lsa-mu, yanala bu az bu. O'zining qarindoshlari bilan cho desa, ko'p degan. Shunga har qanday vaqtda, har qanday iqtidorli odamdan jamoatlashib ish qilganlar cho'qim g'alaba qiladi hayotda. Shuning uchun jamoatlashib musulmonlar o'zining do'stlari bilan, qarindoshlari bilan tashkillanib qilgan xizmati natijalik bo'lgan xizmat mushu. Buni bo'lish lozim. Demak, o'zini bilish nimaga olib bordi desa, vaqtni yaxshi foydalanishga, bilinmaslik tabiiy holda vaqtini qalaymiqan yetish bo'lmay, vaqtni qadrlamaslikka olib bordi. Shuni bilan ko'pay qiraylik yana endi. Vaqt munosabati. Bak uzrab keltiram. Oxirida bu vaqtni zoya qilishninki insonning o'ziga va jamiyatga olib keladigan ziyonlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. O'ziga olib keladigan eng chong ziyon tabiiy holda o'zining hayotini foydasiz o'tkazib şimdi. Ya'ni vaqtni qadrlamagan odam hech qanday bir ishda natijaga erisha olmaydi. Do'konchi bo'lsa, do'konda foydalanmaydi. Masalan, biz turklarga qarasak, odatda bugungi kunda masalan soat 7 bilan bomdatni do'koniga berib o'qiydigan, namoz o'qiydiganlar, bomimiz shu desa, namoz o'qimaydiganlar ham saat berib do'kon ish bo'ldi ekan masalan. Lekin men uxlab qolib aramni epulab, undan keyin berib do'kon ochaman degan odam cho'qim tijoratga g'alaba qilolmaydi. O'quvchi bo'lsin, o'zining o'qishida g'alaba qilolmaydi, vaqtini qadrlamagan odam. Ya'ni har qanday inson cho'qim vaqtini qadrlamagan inson bo'lsa, qaysi sohada bo'lsa, bu odam g'alaba qilolmaydi. Shuning uchun bu shaxsga bo'lgan eng og'ir zina. Ikkinchisi, vaqtidan yaxshi foydalanmagan odam har doim cho desa, ko'nglim bearam. Chunki o'zininki hech ishni vujudga chiqarolmaganligini biladi. Jamiyatga qo'shgan hech qanday bir to'pisi yo'q, ya oilasiga o'ziga qo'shgan bir to'pisi yo'q. Har doim tijoratida yaxshi emas, o'qishida yaxshi emas, ijtimoiy munosabatlarda yaxshi emas. Unda bo'lgandan keyin bu odamning ko'ngli cho desa, har doim bearam o'tadi. Qalaymiqanchilikda o'tadi. Chunki qilgan bir ish yo'q. Bu insonning cho'qim bir aqli bo'lsa, o'zi bilan o'zi bir hisob oladigan vaqti bo'ladi. Qarasa hech qanday bir ishda qilgan bir ish yo'q hamda. Unda bo'lgandan keyin bir aramlik o'tadi. Uchinchisi, qiyomat kuni cho desa, og'ir zina bir shaxsga nisbatan o'chaqda hasrat nadomat hamda. Shu Qur'oni Karimda ya laytani qaddamtu li hayati deb qiyomat kuni pushmon qilganlarningki vaqaligini nima deb tasvirlagansiz? Ya laytani qaddamtu li hayati. Men hayot vaqtimda hayotligim uchun bir nurg'un ishlarni qilib olsam-chu, g'azab qilmabdiman deb o'chaqda-chu pushmon qiladi. Bu shaxsningki u pushmonning foydasi bormi desa, albatta foydasi yo'q ham. Xo'sh. Shaxsning o'ziga bo'lgan og'ir zina. Jamiyatga bo'lgan zina tabiiy holda
vaqtni qadrlamaslik, har qanday bir jamiyatda vaqtdan foydalanmaslik, qadrlamaslik taralsa, bu chaqda bundaq jamiyatda bölgünçilik, hammadan birisi-birisiga qarshi ish qiladigan, hammadan birisi-birisini qadrlamaydigan shundaq bir vaziyat shakllanadi. Chunki vaqtni qadrlamagandan keyin bu insonningki hayoti bilan kari yo'q. Allohning azobidan qo'rqmaydi. Al-Furqatu masalan Peygamberimizin nurga ogohlantirgan hadislari var masalan bu bölgünçilik haqida. Bo'lug'im beparvolik bilan qaraydi. Shuning bilan jamiyat shu qalaymiqanchilik yuz berdi. İkincisi vaqtni qadrlamagan bir millat cho'qim dushmanningki qo'rshoviga, mag'lubiyatiga uchraydi. Bizningki masalan mayli 44 shu chaqda qurilgan jumhuriyatlarimiz shu vaziyatni biz yaxshi analiz qilinmay, shu muhim vaqtni, tarixiy bir fursatni o'tkazib o'tganlikdan biz shu desa, bugünkidek ig'ir kun qoldik. Shu vaqtda biz masalan vaqtimizni obdan, shu zamonimizni obdan qadrlaydigan bo'lsak, shu fursatni ching tuta olgan bo'lsak, mumkin bugungi qolmasligimiz mumkin-di. Lekin o'tib ketdi. Aşımı nima desa, bizning shu vaqtdagi zaman, shu vaqtdagi hayotlikdan yaxshi foydalanmaganlikninki bir natijasi. Üçüncüsü bizdek masalan mustamligida qolgan bir millatninki yo'lboshchilari, yetakchilari, kurashchilari o'zining vaqtini yaxshi joyida foydalanib, vaqtini qadrlab, yuqorida deyilgan behuda ishlarga vaqtini sarf qilmay, foydasiz talash tortish kirmay, düşmanga qanday qilsam zarba berayman degan mushaqqat fikr yurgizib, tirishchanlik qilmay, masalan, mushunda vaqtidan foydalanmay igizpas 100 shu desa, kurash yo'li texmi uzrab ketadi. Düşman o'zining qildig'ini qilaverdi. Andın bu düşman qarshi turimiz deganlar shu desa, mushunda zamonni qadrlamay, fursatlarni g'animat bilmay, o'zining hayotini qadrlamay, xuddi 100 yil yashaydigandek shu desa, nurg'un talash tortish, nurg'un bo'lmag'ur, ahamiyatsiz, foydasiz ishlar bilan vaqtni o'tkazgan vaqtda kurash yo'li texmi uzrab ketadi. Shuning uchun alohida diqqat qilish lozim. Hem kişileri vaqtini qilmaydigan millat davlatlarni taraqqiy qilmaydi, xo'sh. Tabii. Kroatimiz masalan islom dunyosida nurg'un nimalar. Nurg'un davlatlar shu hali xarob. Nima uchun desa, shu do'kondan simo tushdi soat 10-15 bilan ochadigan ish o'rinlari bilan shu qarasa ishning tayini yo'q, shu choy ichib o'tkazadigan davlatlar bor. Shunda davlatlar taraqqiy qilmoqli shu. Endi davollam vaqtimizni oxirlashtirdi. Yuqoridan da bu vaqtni qadrlamaslik illatini islomningki nuqtasidan, oningki islomningki hukmlari, onu qadrlashninki ahamiyati, fazilati haqida to'xtaldik. Bu illatdan qutulishninki yo'llari haqida bir qancha tavsiyalarni qilgandan keyin programni tugatsak, bu vaqtda tushunib bir masala. Bu illatdan qutulishning eng muhim yo'li inson o'zining hayotininki birdan bir muhim dasmi ekanligini tunish. Masalan, bugungi kunda eng qiyinchilikda qolgan odam, masalan men qiyinchilikda bo'lsam, bir do'stimdan qarindishim menga $10,000 pul berib do'stlar, men bir ish qilmoqchi edim dedim. Mening dasmirim shu. $10,000 oldim tijorat qilish uchun. Mush $10,000 pul bilan qanday qilgan vaqtda men tirishib foydali bir ishni obdan planlab qilib pul topa olsam mumkin foydalimi. O'zimmi foydaliman, do'stimdan olgan qarzni vaqt kelsa bera olmayman. Lekin bu $10,000 oldimga bir ish qilaman deb bu dasmining qimmatini bilinmay yoki qimoqqa o'xshaydigan bir egizpas ish kirib masalan yoki pul bijdodlam ziyon tortirgan bir qalaymiqan, ham shariat cheklagan, ham ziyni aniq ko'rinib turgan ishlarga men voy tavakkullik qilib, qaramlik qilib, darhallam ishlarga kirib, bu ishning oqibatini bilmay, nurg'un ziyon tortgan odam bor-ku. Xuddi shuningdek bu pulning qadrini bilmay, bir ish kiriblam pulni ziyon tortishim mumkin. Buni
Qandaq qilsam ziyon tatmayman desa, mushu dasmini mening qo'limda banasi mushu. Bundan boshqa narsa yo'q. Vatandan chiqadigan pul yo'q. Ya meningdan boshqa mening pul yurib turadigan do'stim yo'q. Deb men mush dasmining naqadar muhimligini bilgan vaqtimda andan buni qadrlayman. Vaqtdan iborat bir ne'matninki bir insonning eng hayotidagi muhim dasmi ekanligini bilish lozim. Shu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda davzaxga kirib azoblanganlarningki tili bilan nima degan desa, va hum yastarixuna fiha robbana akhrijna na'mal solihan g'ayrallazi kunna na'mal. Ular davzaxga kirib azobning qattiqligidan to'lishib ketadi. Vaqirab ketadi. Vaqirab, ey Farvoydigarimiz, bizni nima davzaxdan bir chiqarib etgan bo'lsalar. Bizni davzaxdan chiqarib etgan bo'lsalar, biz dunyoda nurg'un qalaymaqan ishlar bilan hayotimizni o'tkazibdik. U hayotlikdan iborat bu dasmidan yaxshi foydalanmabdik. Na'mal g'ayrallazi kunna na'mal. Xo'sh. Biz buda bizni dunyoga qaytuvgan bo'lsalar, biz burunqidek eskilikni qilmaydik. Biz uning o'rniga sizlarga iymon aytib, sizlar buyurganini qilib yashaydik. Shu bizni hayotlikka qaytuvgan bo'lsalar deb bular talab qiladi. Talab qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolaning javobi nima desa, "Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir." Biz sizlarni aş dunyoda yaşatmadikmi? Sizlarga ömrü bermadikmi? Hayotlik bermadikmi? Shu yerda eslagan bo'lsanglar eslaytinglar. Nima shuni yerda eslamadinglar? Sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Allohning bir borlig'ini isbotlaydigan dalil faktlar sizlar kelmadimi? Kelgan to'g'ri. Endi nima deysizlar deb Alloh subhanahu va taolaning javobi shu bo'ldi. Shuning uchun har bir musulmon eng birinchi bo'lib bu hayotlikning insonning vaqtninki inson hayotidagi eng cho'ng dasmi ekanligini bilishi lozim. Mushuni bilgan vaqtda cho'qim buni qadrlaydi. Ikkinchisi, mas'uliyatning ne kadar ig'irligini bilish lozim. Ya'ni hayotlikdan iborat Alloh bergan bu ne'matning, bu mas'uliyatninki cho'qim surildiganligini bilish lozim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. İnsanның sağlam a'zolari bo'lsin, ko'z quloqlari bo'lsin, yuragi bo'lsin, qalbi bo'lsin, puti bo'lsin, ya'ni hammasi shu cho'qim ular suriladi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sizlar odatdagi bir so'g'oq suvdan iborat mush ne'matdan surilisizlar dedi. Unda bo'lgandan keyin hayotlik ne'mati bu ajoyib cho'ng ne'mat. Shunga payg'ambarimiz bir hadisda ig'tanim khamsan qabla khams. Yani sen 5 iş kelishdan burun 5 ishni g'animat bil, fursat bil deb mushuning biri hayotuga qabla mavtik. Sen o'lishdan burun hayotingni cho bil, hayotingni qadrla deb mushnaq dedi. Unda bo'lgandan keyin bu vaqtninki, ya'ni insonning hayotininki ig'ir bir mas'uliyat ekanligini tunish lozim. Bu o'tib ketsa buning qaytmaydiganligini bilish lozim. İnsanning hayotini bir kun o'tdi deganlik hayatı ömrü qisqardi deganlik. Qayt kelmaydi o gün. Üçüncüsü, ilgirki o'tgan tarixdagi mayli ahli ilmlardan bo'lsin, masalan, ummatga alohidasi qo'shgan, mayli siyosiy qo'mondonlar bo'lsin, bularning hayotiga qarab chiqish lozim. Buni o'qish lozim. Masalan, salaflardan mayli Imom Navaviy rahimahulloh, masalan, yaşı 44 yıl yaşaganlik qildi. 44 yaşta ölüp ketken, bazı 42 yaşta ölüp ketken deydi. Lekin yazgan kitaplarını bir insan okusa hem de 10 yılda ara okuşu mümkün. Acayip şunda cık kitaplarını yazıqlık. Bugünkendeki cık adamın okulanmaydı. Şunun da hem de mesela İmam Bukhari rahimahullah desek 700 milyon hadisinin işinden biz biladigan 7400 hadisni sahih deb yozig'liq ham. 16 yil, 17 yil sarf qilib. Bizning zarb qarajim desak, masalan, yo'g'on bir tafsirni yozig'liq shu odamlar jumhuriyatni quruqliq. Jumhuriyat qurishga has qo'shgan, kuch chiqargan, jihad qilgan, yo'g'on tafsirni hozir tarjim qilindi shu kitob. Masalan, hech kishi mencha u kitobni putkizib, tugitib o'qib baqqan
Uyg'urlardan bo'lmasligi mumkin endi, bo'lishi mumkin. Az qismda bo'lishi mumkin. Nayt az sonda bo'lmasa yo'q. Masalan, şu Sabit Damullamlar masalan, qarasak nurg'un kitoblarni yozig'liq, shuni bilan birga nurg'un jihatlarni qilg'liq, dushman bilan shunda qarshi kurashlarni qilg'liq. Nima desa, ashunda qo'mondonlarningki hayotini, ularning ish izlarini, kitoblarini o'qish bizga desa, ha, mavla manda tirishchanlik qilib ekan, hayotini manda o'tkazib ekan. Biz mandaq behuda o'tkazsak bo'lmaydi ekan degan tushunchani bizga berdi. Shuning uchun ilgirkilarningki tarixini, hayotini o'qish bak muhim. Üçüncü, her daim Allah Subhanahu ve Taala'dan biz mümin bulup sıfatımız bilen Allah Subhanahu ve Taala'ga dua qilish, yalverish. Ey Parvardigarim, mening hayotimni o'zlariga taat ibodat bilan o'tkazishga nasib qilsizlar. Yaxshi foydalanishga nasib qilsizlar hayotimdan. Payg'ambarimiz Allohumma barik li ummati fi bukuriha. Masalan, alohida ummat uchun desa, ey Parvardigarim, mening ummatimning etiginiga barkat vasla. Yani seher vaqtiga etiginiga barkat vasla deb alohida duo qilishi, mush hayotimizni, mush zamonni, mush vaqtni alohida qadrlang demoqchiman. Unda bo'lgandan keyin biz desa, her daim Allah Subhanahu ve Taala'ga dua qilishimiz lozim, Allohdan tilishimiz lozim. Chunki Allah cho'qim duoyimizni ijobat qiladi. 5-ci muhim bir nokta, her qandaq bir aile bo'lsak, ailede qalaymiqanchilik bo'lsa, vaqtdan foydalanmaslik, behuda o'tkazish bo'lib qolsa, buni tuzatish lozim. Biz aileden tuzatsak, ondan tashkilotimiz tuziladi, jamiyatimiz tuziladi, bolalarimiz cho'qim tuziladi. Her bir aile o'zininki bolalar haqida so'rildiganligini bilishi lozim, hayotidan so'rildiganligini bilishi lozim. Bolalarninki ata-onasini birdan-bir muhim ulgan namuna qildiganligini har bir oila bilishi lozim. 6-ci, tabiiy holda dushmanimizni obdan qilish lozim. Dushman nima ishni qilyapti? Har doim 5 yilda bir qatim yig'in ochadi, o cho'ng yig'ini. Onundan boshqa har kun degidek yig'in ochadi. Dunyo hamma yig'in vatanning o'zida hozir. Haftada bayroq chiqarish yig'ini da'vat, yig'ilishi da'vatgan, alik bijnasini yodlash yig'ilish hamma chiqarish desa, ular bizning xalqimizni kafir qilish uchun, Uyg'urligiga tandirish uchun, o'zining aqidasiga tandirish uchun har kuni ishlayapti. Har kuni yangidan siyosat yurgizyapti. Har kuni yangidan zulm yo'llarini paydo qilyapti. Shuning uchun bu dushmanga men qarshi turman degan har qandaq bir mujohid, har qandaq bir kurashchi chuqum o'zining vaqtini qadrlashi, hayotini qadrlashi, bu hayotini behuda ishlar bilan o'tkazmaslikka tirishchanlik qilish lozim. Ya 7-ci muhim bir nokta, chuqum jamoatlashib harakat qilish. Yolg'izlikni tashlash. Jamoatlashgan vaqtda payg'ambarimizning hadisi var. Allohning rahmati jamoat bilan. Har qandaq bir odam men yolg'iz ish qilatam, yolg'iz yashaytam deb hech kishimga aralashmasa, chuqum innama ya'kulu zi'bu minal ghanami al-qasiya. Payg'ambarimizning hadisi. Büyre koyunun qandığını yeydi desa, toptan ayrılıp qağını yeydi. Xuddi shuningdek toptan ayrılgan, cemaatdan ayrılgan kishini telefon yeyishi mumkin bugungi kunda, aloqa vositalari yeyishi mumkin, YouTube yeyishi mumkin, Facebook yeyishi mumkin, shaytonlar yeyishi mumkin, yeydigan dushmanlar bak jiqamda. Unda bo'lgandan keyin jamoatlashib yashash, yaxshi do'stlar bilan aralashib yashash bu vaqtdan foydalanishga chuqum alohida turtga haydakchi bo'ladi. Ahiristiki muhim, ben ta'kidlab qo'ydigan bir mesele. Yani insan cemiyette bir kısım baka adamlar var hamda. Ko'chada adam bir adam tutib olsa, kechki kelib qoladigan masalan. Yoki bir joyga yo'qlab kirib kechgacha foydasiz gaplarni qilib o'tiradigan. Bunda adamlar unda qilmaslik lozim. Bundaq adamlarga uchraganlar chuqum bir şekilde oğlunun qutulishini bilishi lozim. Hali ko'chada bir tutib olsa, kechgacha gaplashib bir soat vaqtni o'tkazadigan, behuda ishlar bilan o'tkazadigan ishdan saqlanish uchun bir shaklda ish qilib, o odamlardan qutulishga alohida İstanbul'da hozir shu chiqarish lozim. To'qmishlarda turib kelsa, bir odam o'tib kelsa, Tuğan adam qaytib kelsa motorga vallahi chiqib turdi ekan. Olma bir vaqtni zayi qilishdan birga yani
başkalarına yaxşı təsir vermeydi. Allah razı olsun da valla. Ben sizinki en ahırda kılgan gaplarga bir hoşumca bir 2-3 noktani hatırlatgım geldi. O bolsa mesela ahır taklap ötken mesela bu vaktini zayi kılıştığın kutuluşundaki en mühim amillerden birisi ailede. Yani tüzümlük halde yaşaş oldu. Ailedeki ata-ana bunu buraya kalsa bulur. Ben oylayım de başkalarının şunda düşünüşü mümkün. Hazır İstanbul'un şaraiti de ama erle yani %90-80% erle işleydi hem de. Hem de ki digudek sırtta meşgulatlar var diyen tatip kaçacak işleydiğinde vallahi buldu. Bir kısım kardeşler okuydu, başka dava işlerini kıldı. Yani köpüncüleri bununki işleri cekamdı. Hanım kızlarına kelsek, hanım kızlarıma çokum bir aile degende onunki eğer mesuliyeti buldu. Balınınki karaş, önün işleri, bazanın sodurluk, o bu degendek. Bunlar nimelik? Boş kalıdı diş hakkımız yok, onda demeyimiz. Ama yani erlerge nispeten ulanı biraz vakti köpemdi. Bu vaktlardan yaxşı paydalanışı, hazır mesela bazı anıgallarımızga yoki yaqin atrofdan his qilganimizga qaraganda bizningki İstanbul'daki Uyghur ayollarninki bular ama mesela yo'ldosh vatanni qolgan yo'ldosh yo'q ya bir nimasi yo'q bir ayollar bor xonim qarindoshlarimiz bular vaqtini bakroq choy bilan erga berish bilan o'tkazayotgan ahvollarmi bizga ba'zi shikoyatlar keldimdi. Shuning uchun birinchi bo'lib xususan mesela 20 yaş ile 40 yaş arasındaki 9 yaşındaki hanım kızlar çokum özününki vaktini, kündülük vaktini cedvel kılıp masahatte maaşını kılıp edip bunu tertip ötküzeş. Bunun çıkağı vaktinin paydalanıp mesela Türkiye'de yaşayanlıkların o ayarınki mesela aldığı terbiyelerinden balları var, mektepte okuyatkan balları var. Çokum Türk dilini öğrenişe ehemmiyet veriş. Şu kündülük cedvelden çıkan vaktin paydalanıp hiç olmasa hazır online Türkçe var. Onu da kosu buldu. Belediyede Türk dili uygulamaları var. Buna bu 20 yaş 40 yaş arasındaki bale terbiyelerle yani bu bek mühim hemdi. Türkçe bilmese bunun balları ata-ana yığını buldu. Uyada nime deganligini okumaydı. Doktorxonaga bardığı iş buldu. Yani yaşaşta tilsiz yaşaş mümkün emas ematib. Bular çokum bu Türk dilini öğrenişe ehemmiyet veriş. İkincisi bular yani mesela en az başlangıç ki okuyatkan balası başlangıçını bitirip boğacakka şularınki akşam vakti kündülük işleydiğin tapşırıklarına yardım kılalığı derecede binası Türkiye muhalefetin haberdar buluş yani. Bunu da mesela YouTube'da Milli Eğitim'ninki kanalları var. Eşeğin ügense nurgun neslen ügüleriydi. Aynı şekilde belediyeninki ne midir var? Başka kurslar var. Mesela kıskaça matematik, Türkçe degendek bunanı ügünüşlen birge yani dini cihettim var. Yani ballarının soğan soğanlarına cevap vererek tecvid bir namazını, Kur'an ügüter edek binasını eğer bilmeydiğin olsa bunu ügünüş. Şunu olan birge mesela şu aile içindeki münasebet onun dinkin bala terbiyesi degendek neslerge alakadar, mühim işlerle alakadar kurslarga katmışış. Bu mesela Milli Eğitim'nin hazır mesela şu şikayetini yakı başladı. Hem mektepte, mahalledeki bütün mekteplerde aile içi iletişim ve ballarga kanda muamele kılış degen hakta mesela 40 saatlik bir kurs başlattı. Bu düşenme, seçenme, çarşamba günlükte 3 gün devam kıladı. Hakanda bir hanım çıkıp onun katnışalaydı tizimlasa. Bu yerde mesela şu mektepte okuyatkan ballarga mesela kanda yardımcı buluş dersini kanda işletiş tapşırık kanda işletiş onunki nimelerine mesela kim küçükünü kanda yardım kılış ailede kanda kılış degendek nihayet mühim olan nimelerni kurslarını bir vaxtıda. Şunda kurslar davamlılık var. Bununla yani mesela hanım kızlarımız kızık falan verse bu kılaraydıgan işler. Aynı şekilde mesela hiç olmazsa günde bir saat kitap okuş gerek yani. Eğer kitap okunmasa bu
ayal ballarımı ölgü bulanmaydı. İlimsiz hiç çıkıp olamaydı. Eğer kitap okuyanmasa anlaş gerek. Avazlık kitap, yangın, Uygur kitap dep nurgun avazlık eserler torbatları var. Telefonda baka oynaydan onuğa aşkanda tamakat geç kiyimi kaç, okugaç, bukaç içip koysa sen nurgun yani malumatlar iyi buldu. Bu arkalık biz kelgisi üçün en mühim boğan bizdinki kelgisininki ümitleri boğan ballarımızı yaxşı terbiyeleyimiz. Çünkü ayarlar birinci yasil hesaplandı hem birinci mektep hesaplandı balı üçün. Şuna biz erleme mühim bizden bakrak balı terbiyesine ayarlar mühim boğanlık üçün. Çokum bu vaktini kadirlişe baka mühim boğmagan çay toy türkün o bu yani dostlarımı belep giriş degendek nesillerini azaytıp kündürük işlerininki mesela cedvel tüzümünün en mühim işini bugün kıldığan boşrak mühimi küçükürsemi bulungan işler dep şu boyunca dikkat kılıp kısa inşallah bunun faydasını avval üzükürüdü onun dinkin ballağı yetidu inşallah müşarkalık kelgüsü de yani nurgun yaxşı evlatlarınki yetilişige sebepçi buldu dep karayma sınıf başka yaptırı olmasa yaxşı tavsiye oldu. Allah inşallah tatbiqini əminləşdirgin nasip qilsin. Başqa yo'q. Hürmetli kanaldaşlar bunun bilen bugünkü tüzütüştük illetler namlıq program ahırlaştı. İnşallah kilerki programlarda görüşümüzü bilen hemenlarını Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayırlı hoş aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.